Assalomu alaykum hurmatli aziz va qadri baland zamondoshlarim. Sog' salomatmisiz? Omon esonmisiz? Uyqu asab kuchini tiklashdagi ikkinchi qadam. Agar siz charchab tinchlangan aql va bo'sh oshqozon bilan uyquga ketsangiz, xuddi sog'lom yosh boladek uxlashingiz kerak. Agar siz tongda tursangiz, tabiiy ozuqa bilan ovqatlansangiz, ochiq havoda turli mashqlar bajarsangiz, albatta chuqur charchoqni oluvchi, bardam qiluvchi uyqu bilan mukofotlanasiz. 8-10 soatli uyqu qattiq charchagan va asabiylashgan odamni normal holatga keltiradi. Yana shuni ham ta'kidlash zarurki, uyquning necha soatligi emas, balki sifati ko'proq ahamiyatga ega. Bu asosiy talab. Yomon uxlagan bo'lsangiz, o'zingizdan so'rang, nima uchun? Agar asab tizimingizning sog'lom parhez va ochiq havodagi jismoniy mashqlar katta ahamiyatga ega. Sog'lom bolalar kunduzi jismoniy juda faol bo'lishadi. Shuning uchun kechasi qattiq uxlashadi. Hozirgi zamon qiyinchiliklariga duchor bo'lgan odam yaxshi uxlay olmaydi, chunki u keraklicha kislorodga to'yinmagan. Agar sizga yaxshi uyqu kerak bo'lsa, unga mehnat qilib sazovor bo'ling. Kun bo'yi uyda o'tirib, harakatsiz hayot kechirib, dangasalik qilib yaxshi uyquga erisha olmaysiz. Uyqu vaqtida asab energiyasi zaxirasi yangilanadi, tana dam oladi. Uyqu chuqur va tush ko'rishdan xoli bo'lsagina asablaringiz tinchlanib uyg'onasiz. Agar sizni qo'rquv, turli fantaziyalar bezovta qilsa, bu sog'lom uyqu emas, balki uyqusizlikdan ham yomon. Sizni qiynoqqa soluvchi har xil tushlar, ko'rish, qon buzilishi, zaharlanishidan kelib chiqadi. Izoh, jin va shaytonlar ham qon yo'lida yuradi. Buni unutmang. Uyqu buzilib, tez uyg'onib tursangiz, sizning jismoniy muvozanatingiz buzilgan. Uyqu hayotning ritmik bo'lagi. Shuning uchun u bir vaqtda doimiy bo'lib, o'rtacha 8 soat davom etishi ma'qul. Kun tartibiga rioya qilish sog'lom turmush tarzi uyquning ham shifobaxsh bo'lishiga ta'sir qiladi. Dangasalik qilmang. Tanangizni yoqimli darajada charchashi uchun harakat qiling. Miyangizni tinchlantiring. Shunda sizdan tabiat talab qiladigan uyqu paydo bo'ladi. Ba'zi 4 soatlik chuqur uyqu 8 soat to'shakda yarim uxlab, mudroq bosib, ag'darilib yotganingizdan yaxshiroq dam beradi. Asablaringiz kuchini tiklaydi. Kechki ibodat. Qanday baxtliman men. Butun oilam chuqur tinch uyquda, xonadonim tinch, maroqli. Bundan baxtga sazovor bo'lish uchun men nima qildim? Bugun ajoyib edi. Men juda yaxshi ishladim va bundan rohatlandim. Bu shuning uchunki men o'zimni yaxshi his qilardim. Ertaga ham men o'zimni yaxshi his qilishim kerak. Men rohatlanishim kerak. Ertaga xuddi bugungidek men sevinishga hozirlanishim kerak. Hayot qanchalik rohat bag'ishlaydi. Buning uchun men qanchalik tasannolar aytaman. Men balki bularga sazovor emasdirman, lekin buni tushunaman. Sog'lik va baxt bulog'i. Men sevinch va tashakkurlik bilan murojaat qilaman. Siz rohatlanib ko'zingizni yumasiz. Tinch sharoitda uyquga ketasiz. Sizning oxirgi fikrlaringiz ham miya ostiga o'tib, o'sha yerda joylashadi. Ertaga esa baxt, ishonch hissiyotlari bilan uyg'onasiz. Agar siz uxlay olmasangiz, agar uyqu kelmasa, nafas olish ritmiga moslab, shu ritmga o'xshatib nafas olsangiz uyquni chaqirgan bo'lasiz. Tinch yotib oling. Iloji boricha bo'shashing va yumuq ko'zlar bilan xuddi uxlayotgandek nafas oling. Miyangizning eshigini ham ko'zlaringizdek yoping. Agar bu yordam bermasa, tomir urushini minggacha sanab ko'ring. Har 100 tada bir barmoqni yumasiz. Bu uyquga ketishning osonlashtiradigan yana bir usul.
Karnınızı pastga qilib yoting. Qo'llaringiz yostiq tagida, yuzingiz chap tomonga burilgan. Shu holatda o'zingizni bo'sh tutsangiz yaxshi samara beradi. Chunki bu holatdan yosh bolalar o'z uyqularida ko'p foydalanadilar. Esingizda bo'lsin. Uyqu tana bo'shashgan holatda yuzaga keladi. Siz o'rningizda yotganingizda to'shakdan, karavotdan pastga, poldan pastga qancha mumkin bo'lsa shuncha pastga ozod bo'lish mana sizga bo'shashgan holatda chuqur uyquning siri. Haqiqatda ham kun davomida mushaklarni bo'shashtirib turish kerak. Kimdir qovoq solib qoshlarini chimiradi. Boshqasi xonada u burchakdan bu burchakka asabiylashgan holda yuradi. Asabiylashgan ayol panjalarini mushtum qilib siqadi. Kun davomida bundaylar ma'lum vaqt orasida mushaklarni bo'shashtirib turishlari lozim. Agar uning ishi ko'zini toliqtirsa, har soat uzoqlarga qarab ko'zda dam berish zarur. Doimo stulda o'tiradigan mashinistga ma'lum vaqtdan so'ng ish o'rnidan turib bir oz boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lsin. Sohangiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar kun bo'yi bir necha marta boshqa ish bilan shug'ullanishga harakat qiling va mushaklaringizni bo'shashtirib dam bering. Bo'shashing, ko'zingizni yuming. O'zingizga yoqimli bo'lgan, sizni tetik qiladigan narsa haqida o'ylang. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. Ertaga sog' omonlikda ko'rishguncha aziz zamondoshlarim xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.